Demak, assalomu alaykum qadrli Daram Liga Soccer muxlislari. Kamina yana Sarvar sizning xizmatingizda. Biz bugun sizlarga Daram Liga Soccer 2026 ni tahlil qilamiz. Kamchiliklari va uning yaxshi omillarini. Menga yana shu muammo bo'lyapti. Daram Liga Soccer nimaga klublarning original logotipini qo'ymagan. Mana shu katta xatolardan biri. Ko'rib turibsiz, logotiplar juda aniq emas, chiroyli emas. Manchester United va Arsenalniki, Liverpoolniki ham originalini qo'ysa yaxshi bo'lar edi. Mana logotipni ham men qanaqadir programmadan original logotip qo'ygandim. Yangilagandan keyin logotipim yo'q bo'lib qoldi. Mana u logotipni qo'yib turishga majbur bo'ldim vaqtinchalik. Sizlarda ham bormi shunaqa original logotip qo'yadigan programma bo'lsa, aytvorsanglar yoki yozib yuboringlar kommentariyada. Men bu yili 2026-yil Daram Liga Soccer'ni mana shu mavsumini to'liq video qilaman. Mana shu 15 ta o'yin bo'ladi. Mana shu barcha o'yinlarni sizlarga Barcelona klubimni har bir o'yinini videoga olib qo'yib boraman. Sizlarga qiziq bo'lsa, like bosib, kommentariy bog'latoringlar. Bu yerda 15 ta o'yinimiz bor. Mana bu yerda ancha-muncha o'yinimiz bor. Mana Mirovoy kubokda ko'rib turibsiz, juda ham qiziq bo'lib o'tadi. Haftada yoki bitta yoki ikkita o'yin qo'yib boraman. Brilliant kubokda ham shunday o'yinlarni qo'yib boraman. Sizlardan iltimos, mana bu meni komandalarim. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Bugungi videoim faqat tahlil bo'ladi. Tahlil qilamiz. Daram Liga Soccer 2026 yaxshi chiqdi. Rang-barang bo'lib, mana menyulari, grafikasi yaxshi bo'ldi. Ancha 25 dan ko'ra yaxshiroq bo'ldi. Lekin baribir kamchiliklari bor. Shu o'tganimdek logotipini qo'ysa yaxshi bo'lardi. Terma komandalar klublarning logotiplari originalini qo'ysa zo'r bo'lardi. Mana bu men qo'lga kiritgan kuboklarim. Sizlarga ko'rsataman mana. Mirovoy kubok, Brilliant kuboklari. Barcha kuboklarni olganman va mana bu kubokni ola olmaganman. Faqat chunki bu divizionga tushmaganman-da. Bu diviziondan tushmasdan sakrab ketganman. Sizlar mana shu kuboklarni olganmisizlar? Mana 3-divizion bilan 2-divizionni kuboklarini. Menda bu kubok yo'q. Mana bu kubokdan bitta bor va bu kuboklardan ikkitadan kubok bor. Kubok Mirovoy 70 ta olganman. 58 ta Brilliant kubok bor. 4 ta Zolotoy kubok. Ko'rib turibsizlar. Yengidan divizionni 79 marotaba qo'lga kiritganman. Match всех divizия 69 ta. Kubok всех divizия 17 ta qo'lga kiritganman. Международный kubok 41 ta. Eng ko'p yutqazgan turnirim mana shu bo'ladi. Международный kubokda nimchorak final, yarim final, gohida guruhdan chiqa olmay qolganmiz. Qiyin. Bu yil o'ynab ko'rgan bo'lsanglar, Международный kubokda terma jamoalar ham ancha kuchaygan. Men Belgiya bilan o'ynadim. Belgiyani
Ishoninglar, yomon qattiq o'ynadi va Belgiyaga chorak finalga yutqazib qo'ydim. 3-2 yutqazib qo'ydim. Demak, azizlar, mana mening sostavim ko'rishingiz mumkin. Hali qora qilganim yo'q. Futbolchilarni azini ko'tarish kerak. Messi mana 91 bo'lib yotibdi. Neymar, yana Dani Olmo, Pedri. Mana shu Jordi Alba'ni sotib olganman. 2023-yilda sotib olgan bo'lsam kerak. Buni kamida 2021-yildan beri shuni o'ynayman. Bölüm Liga Soccer. Mana shu akkauntni yozaman. Demak, birinchi tur o'ynaldi. Ko'rdinglar, videoni tashlaganman. Birinchi turdan keyin qayd etilgan natijalar bilan tanishinglar. Mana sizlar bilan birgalikda tahlil qilamiz. Ligadagi divizion birinchi tur bo'lib o'tdi. Va men Inter bilan o'ynadim. Birinchi videomni ko'rgan bo'lsangiz, Inter bilan men o'ynab 3-0 hisobida g'alaba qozondim. Demak, qayd etilgan natijalar bilan aytib o'taman. Aston Villa Atletico Madrid 2-2 o'ynabdi. Barcelona Crystal Palace 2-2, Juventus Napoli 2-2. Birinchi turda duranglar ko'p bo'ldi. Juventus Napoli derbida 2-2 bo'ldi. Lazio Atletico Bilbao 3-1 ga yutibdi. Lazio City Arsenal 3-2 derbida ham City baland keldi. United Sporting bilan 0-0 o'ynadi azizlar. PSG Liverpool 1-0. Demak, o'yinlar qiziq bo'lgan. Kutilmagan natija men uchun. Barcelona durang o'ynagan. Barcelona 2-2 o'ynadi Crystal Palace bilan va Madrid ham Aston Villa bilan durang o'ynab qo'ygan. Kuchli komandalar bor. Bitta faqat Real chiqmagan. Real o'tgan mavsumda ikkita anaqasida yutqazib qo'yib tushib ketdi pastga, quyi ligaga tushib ketib qoldi. Endi keyingi turlarda kim bilan ro'para bo'lamiz. Azizlar, meni keyingi turda jiddiy o'yin kutyapti. Manchester City bilan o'ynayman. Juda ham qattiq o'yin bo'ladi. Ushbu o'yinni ko'rishinglar uchun tavsiya qilaman. Atletico Bilbao Inter bu ham yaxshi o'yin bo'ladi. Atletico Madrid Manchester United, Crystal Palace Juventus, Liverpool Lazio, Napoli Arsenal, PSG Aston Villa, Sporting Barcelona o'yinlari ikkinchi turda mana shunday taqvim bo'lib o'tadi o'yinlar. Endi bu o'yinni qachon o'ynaymiz? Men bu o'yinni yo ertaga yo indin o'ynayman. Sizlarga o'sha videoni ham qo'yib boraman. Kuzatib borishda men davom eting. Va Brilliant kubokni ham o'ynaymiz. Birinchi turda Dortmund bilan o'ynayotganmiz azizlar. Bu yerda yana qiziqarli o'yinlar bor. Demak, Atalanta Manchester United juda qiziq o'yin bo'ladi. Nottingham Atletico Bilbao, Atletico Madrid PSV Eindhoven, Barcelona Betis bilan o'ynaydi. Chelsea PSG qanday o'yin bo'ladi? Markaziy o'yin bo'lishi mumkin. PSG Manchester kechirasiz, PSG Chelsea demoqchi edim. Everton Aston Villa derbi bilan Liverpool Roma, Monaco Juventus, Napoli Newcastle Porto Inter o'yini ham qiziq bo'ladi. Azizlar, yana bitta qiziq o'yin bor ekan. Markaziy o'yin birinchi turda ikkita bo'lar ekan. Qarang, Madrid Cityni qabul qiladi o'z uyida. Tottenham Arsenal bu ham zo'r o'yin bo'ladi. Villarreal Sporting, West Ham Crystal Palace, Lazio va Wolverhampton bilan o'ynaydi.
Brilliant kubokda ham bu mavsum qo'lga kiritish juda qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Lekin biz klubga ishonamiz. Albatta bu turda ham bu titlni ham g'alaba qozonamiz. Demak, endi Mirovoy Vizibga o'tamiz. Kubok Mirovoy Vizib ma'lum nomi bilan Chempionlar Ligasi. Chempionlar Ligasida bizni guruhda birinchi guruhdamiz va mana bu guruhga e'tibor bering. Milanga tushib qoldik. Milan bu yerda men va Milan favorit bo'lsa kerak. Chunki West Bromwich bilan net Avstriyada bo'ladi. Demak, ikkinchi guruhga e'tibor beramiz. Ikkinchi guruhda ham qaranglar.